Ayni vaqtda oliy ta'lim tizimi kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti hamda Renessans universiteti bilan birgalikda memorandum imzolanmoqda. Jamiyatning har bir bo'g'iniga kerak bo'lgan insonlarni yetkazib berishimiz kerak bo'ladi. To'g'ri yo'ldan ketyapsizlar, aynan o'qituvchilarni sifatini oshirish xalqaro reytingida ham asosiy urg'u mana bilasizlar beriladi ilmiy ko'rsatkichlarga. Qadamlar qutlug' bo'lsin, sizlarga muvaffaqiyat tilaymiz va o'ylaymanki, demak hamkorlikka biz tayyormiz sizlar bilan.